Hello, brother. Assalomu alaykum aka. Yaxshi keldingmi? 10 yil. Odam so'g'ib deysan, ovqatlar zavon deyman. Oshga boraymi oshga? Yur. Qaraqasan, yaxshi keldingmi? Bay. Ol, qazla qo'shmaga ol. Osh bilan ko'zor keladi. Kanishda yuribsan-da gamburgerlaymi? Davay, ol. Oling aka. Dodam bolam mana. Daddy. Sog'ilib ketdim-ku. Shuncha yo'q bo'lib ketdim. Pul ishlab keldingmi? Voy bolam, qo'y bola oshiq qo'yganman kelishingga. Hozir aka meni oshi. Uy yoshi boshqa, mani oshim boshqa. Da, yo'q dema. Ketishingdan oldin ham osh yeding. Kelib ham osh yeysan, bolam. Adam to'qiydi. Tez tiqib tasha. Ol. Kim u? Nobaho? Uni qalaysa, menga qara, nechta sinfdosh to'yidan qolib ketdi. Hech bo'lmasa bugun meni kuyov oshimga o'tarsan kechikmaydi. Xo'p. Seni buzazonman. Ertaga nahorga osh. Bolalar bilan yig'ilib oshga bormaymiz. Bir o'tirib osh qilib Bolam yesak uyga bo'ladi. voqliroq edi. Osh qilib qo'ydim. Qarindoshlar osh Maslahat oshi, to'y oshi, kuyov oshi, nahorga osh, obedga osh, kechqurunga osh, payshanba kuni osh. Men ketaman. Please watch your luggage. Hold the handrail.